Hop, qadrli obunachilar, keyingi balonimiz. Buni ham bitta mana shunday shishkasi bor edi. Alloh nasib qilsa, shuni shishkasini qaytarib, cho'tka qilib egasiga topshiramiz. Ichki qismi. Yorilyapti. 6-7 cm yorilyapti. Xohlasa shuni shishkasini qaytarib, cho'tka qilib egasiga qaytarib qo'yib beramiz. Sizlarga xizmatga kerak bo'lsa, kommentda yozinglar. Javob qaytarib yozamiz. Video yoqsa bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar, xudo xohlasa. Balonimiz tayyor. Alloh nasib qilsa, yog'iga latkalarni yopishtirib qilib bersak, bo'ladi. Uni tikib yama bo'ldik. Bu ichki qismini ham ko'rsatasiz, yorib aylantiramiz. Bu ichki qismi yama tikib kirayni surib qo'ygan paytimiz bu. Video sal tezlashib ketdi. O'sha hisobiga tikilgan joylarini va boshqasini ololmadik. Bunga ham garantiya shunaqa, yurib balonni tugatib tashlaguncha, lekin buni yonlari yorilayotgan ekan, yonlarini ko'rsatdik janobni. Yonlarini yorilayotgan ekan, bu unaqa ko'p yuradigan balon emas. Keyin shuni qarab yurilsa, lekin akkuratni ishlatilsa, ancha xizmat qiladi, xudo xohlasa. Yonlarida tirishchanasi bo'lgan hisobiga unaqa ko'p yurmaydi, umri qisqaroq balonlar. Tirishchanalarni yana bitta olib bersak, xudo xohlasa garantiya bunga xuddi shunaqa. Ishlab damsiz yurib qo'yishmasa yoki boshqa joydan qo'yib olmasa, bizning ishimizga javob, xudo xohlasa boshqatdan qilib beramiz. Videoga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xohlasa yaxshi video chiqaramiz nasib qilsa. Latkasini yopishtirib, damlagan paytimizda yana bitta qilib beramiz yoki latka yopishtirganimizda yana bitta qilib beramiz. Tayyor bo'ldi. Latkalarni yopishtirib oldik, xudo xohlasa. Mashina chiqdi. Alloh nasib qilsa, shishga boshqa narsa boshqaroq bo'lmaydi. Bu yerga qarab ishlatishsa, xudo xohlasa yuraveradi. Egalariga taqib beramiz, xudo xohlasa balon bitdi. Keyingi shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, videoni tarqatib qo'yasizlar. Kimlar yurishimizga qaytib kelishsa, qanaqa qilishni bilishadi. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xohlasa shunaqa yaxshi videolarimiz sizlar uchun chiqaveradi, Alloh nasib qilsa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.